qimillatgan 21 soat qimillatgan yo'q. Ha, keyin ko'miladi. Osmonni qarab yotdim. Operatsiyaga kirishdan oldin hammadan rozilik so'rab ketdingizmi? Operatsiyadan oldin shu bolalarimda hammadan rozichilik so'rab, mendan rozi bo'linglar. Men boqqanimga roziman. Allohga shukr, endi Allohim shu mehnatni beribdirki, mana endi shifosini berib, mana operatsiyaga kiryapman. Duo qilib turg'lar endi avvalambor. Ha, shunday kirdingiz qo'rqib. Qo'rqib. Qo'rqqaningiz emas ekanmi? Qo'rqqanimcha emas ekan bolam. Alloh o'zimda topshirdim-da, Allohdan nima qilib kirdim. Allohga shukr, men o'ylagancha emas ekan. Ha, ana. Allohga behisob shukr qilamanki, mana shu doktorlarim, mana shu bolama katta rahmatlar aytaman. Bilganim ham yo'q. Ana. Haligi narkoz bergan bola, "Xola, qalaysiz?" deb so'rab turibdi. Yaxshi. Al burnimga kislorod bergandan keyin nafasim ham bir boshqacha bo'lib, yengil bo'lib yotdim. Shu bizga kelgungacha qancha qiynaluvdingiz? Voy, juda yomon qiynaldim. 3 kun oldin endi gapiram olmayman, nafas ham ololmayman. Oxiri mana qizim olib keldi. O'zimizda shu doktorlar Alisherjonga keldik. Aytdi, men dedi, hozir davolaganim bilan bu yerda baribir nimasi foydasi bo'lmaydi. Undan ko'ra kompyuterga boringlar. Meni bitta o'rtog'im bor, shuni nima qilaman? Borib ko'ringlar dedi. Keyin siz bilan telefon orqali gaplashdik. Yaxshi. O yerda nima edi? Premiumga bordik. Bittasiga tushib, u bolalar ham biram yaxshi ekan. Xola kelin qilib biram yaxshi kutishib oldi. Halva o'rgan joylarim ham tuzalganday bo'lib ketdi-da. Odamdek gap tuzatadi-da. Ha, gap tuzatar ekan. Keyin nimaga kompyuterga soldi. Solib aytdi-ku, bola mana umurtqani ham solinglar, singanga o'xshayapti dedi. Keyin qizim aytdi, uni biz qachon nima qilamiz? Hozir yozib bering bo'lmasa desa, yo'q. Men aytib tayinlab qo'yaman. Boringlar dedi. Aravaga solishib, aravaga o'tirmayman deyman-da. O'zim yuraman deyman. Keyin aravaga solib bordi, bola ham yaxshi kutib oldi. Rahmatlarga ham. Zo'r. Kompyuterda qayta nima qildini, Allohga shukr etdan ham ko'rinib, keyin sizga nima qildik, sizga rahmat bolam. Sog' bo'ling. Onaxonda ko'krak umurtqalari 8-umurtqasi 2-daraja ezilib sinib qolgan ekan. Shu umurtqa ezilib singanda biz hech qanaqa kesmalarsiz, faqat umurtqa tanasiga maxsus igolka bilan tushib, biologik sement quyib qotirib qo'ydik. 2 soat xudo xolasa sement qotib bo'lgandan keyin onaxon obeddan keyin bemalol o'tirishgan, bemalol yurishyapti, Xudoga shukr. Hozir ham bemalol yurib ko'rsating bularga. Mana hozir bemalol yuribman. Oldin qanaqa yursam, shunaqa yuraman. Og'riqlaringiz bormi yo'qmi, to'g'risini ayting. Voy, to'g'risini bolam, men qarigan chog'imda sizga yolg'on gapirmayman. Og'riqlardan yo'q. Allohga shukr, og'riq yo'q. Mana rahmat shu bolalarimga hammalaringga. O'tirsaman, tursaman, hech og'riq yo'q. Oldingiday bo'lib. Zo'r. O'ziga o'xshab qo'rqayotgan, o'zingizga o'xshab mening yoshim katta, nima qilaman, qildirmayman degan, yuragi yutib kemayotgan bemorlarga nima tavsiya berasiz? Ularga tavsiya beramanki, bemalol qo'rqmasdan kelishsin. Kelishi mana menga o'xshab shifo topib ketar ekan. Joni qiynalib yurguncha kelgani yaxshi, kelinglar. Mana Akmaljon o'g'lim juda qo'li yengil, yaxshi, hamma bolalar, medsestra qizlar ham hammasi yaxshi ekan. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim shu ne maqsad qilgan bo'lsalaring, Alloh maqsad talabinglarni bersin, umringlarni bersin. Shu bergan farzandlaringlarni baxti kamolini teng ko'rgilar. Shunaqa shu ko'p bemorlarda shu og'rib kelganlarda yengillatib, mana o'xshab yaxshi bo'lib chiqqanlar, hech ham o'ylanmag'lar. Xijolat bo'lmasdan bemalol kelib, shifo topib ketavergilar. Mana shu men yomon qiyinchilik bilan keldim. Davletim ham ko'tarilgan. Ne bo'lib, sizlar ham hech qo'rqmasdan kelib, shu yerda ko'rinib bemalol jotib shifo topib ketdilar. Allohim shu bolalarimda
Tana canları sağ olsun. Şunaqa elga yurtga xizmat qilib, shu yerda yurt ustida yuring. Tana canınız sağ olsun. Allohim martabangizni, rizqingizni baland qilgan bo'lsin. Ilmli, bilimli bo'lib, Allohim chaqirib, hojilarga borib, pika batirlarda tavob qilib, xatmi Qur'onlar o'qib kelgili, hoji bobo, hoji ona bog'lar. Uylaring hamisha to'yxona, murodxona, hojixona bo'lsin. Hech ham shu tashvish, nimalar tortmag'ilashim. Ilohingiz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling ona. Rahmat sizlarga. Yana bir bor rahmatlar aytam shu bolalarimga. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika. Sog' bo'ling, hech ham Videochi bolama ham rahmat, tanajani sog' bo'lsin, umrlarni bersin. Allohim shu hammangardagi dunyoda kam qilsin. O'zingiz joy. Yaxshi qoling, sog' bo'ling. Rahmat bo'ling.